Boyuk paraxodun çıqqağa oxşaydı. Müşrik! Ha? Sizlar turikkansizlar ku. Nereden keldinglar? Dengizden keldik. Sen müşk emas ku. Emas. Sening Cherchi, na erkinlik intildigan kuchuk. Bu meni qarayim. O seni qo'rqyapti. Sen eshitma. To'g'ri. Biz paraxoddan tushib ketdik. Erkinlikka erishish uchun. Yaxshi bo'pti. Erkinlikka intilish kerak. To'g'ri. Aras Cherchi, bu yerda cho'lga ezib qoldikmi nima? Bu yerning neligini uqmayman. Biroq bu yerda erkinlik bor. Meni qo'shiq aytyapti-da. Bu yerda erkinlik bo'lishi mumkin, biroq qo'saqqa nima emas. Bu yerda qo'shiq eshib ko'kirgan ovozdan boshqa hech nima yo'q ekan. Men doim bir narsa yemayman. Qo'sqimasa qavob qo'yman. Tortpa o'xshaydi. U senga bermaydi. Qarab tur. Topimga tegma. Qanday ahvolinglar? Eng keldinglarmi? Qalsa qandan erkinlik chiqqan mo'g'dekmiz. Unodekma. Taqas qilinglar. Voyjon. Sizlar
Öyle küleyivermey. Yediğin nesi var mı? Bozu be. Qusug'ini ochdimi? Nerede bolki balig'ini bilemsen? Ajab yaxshi gap bo'ldi. Men bolki yemagan uzun bo'lgan. Yemaklik tepish uchun o'rmonlikqa berish kerak. Shundaqmi? U yerda yemaklik bormi? Yeydigan narsa topamiz deb yeyilib ketmasak loli bo'ldi. Hey, dahi, mushdaq ish bormi? Erkinlikka erishajak tezkan-ku. Bundoq umidsizlanmanglar. Bu yemoq tunishliq. Sizlar yeydigan narsa bor. Mening do'stim mehmon do'st. Ularni topa olamsa, ha? Albatta, biz hammamiz o'rmon aholisi. Yuringlar, sizlarni boshlab beray. U yerda rasmiy yemaklik bormi? Qanchalik yesanglar bor, yana texi do'st topalaysizlar. Nima qarab turibsiz? Chapsam mangayli. Qo'sig'iga kechib ketdi. Bu yoqqa menglar. Ma'qul, yuringlar, birga mangayli. Ras biz amra bo'lib qoldik emasmi? Yaxshi bo'ldi. Yuringlar, menga ergishib menglar. Mangdiq. Mangdiq bo'lsa. Dengizdan yiroqlab ketdik. Yanala paraxod yaxshi. Shundaq yeydigan narsalar botdi. Nishmi botdi? Dengiz bo'yida yeydigan narsa bo'lmasa-mu, menga erkinlik botdi. Menglar kilaydi. Biz sana yetişemeyiz. To'g'ri, naqsh ovozimga erishib menglar. Biz kim naqsh tatqanligini uqmasa, azman teran ovoz aytay, ya. Sakrayli. Bu yerda chapsa ketaylik bular. Cherchi. Seni ezib ketgan o'xshaydi debdi-da. Men doğrudan tanıyman, biroq u odam yeydi. Sen nima ish ketib qolding? Biz ezib ketdik. Nemishqa? Seni xushqasam mashavoz yo'q-ku. Biz anglayolmadik, u bizni tashlab ketib qopti. Biz ash qoldik-da bu yerda. Biroq biz erkinlik chiqdik. Mushni o'ylasaqla qusqimiz oshmaydi. Men erkinlikni lozim yo'q. Seni xushqashgan. To'g'ri. Mangayli, chapsan. Tez. Mangayli. Keldinglarmi? Birdan chidamlar kelaydi deb. Alice. Nemish? Bir necha yangi do'stimni boshlab kelgandim. Ular yerib ketib ketib yonmayapti. Yangi do'stlarim kimlar? Nereden kelgan? Ular dengizda xatarga uchrab ketgan, to'lqin qirg'oqqa chiqarib qo'yibdi. Erkinlikka intilgichilangan. Aziz doktor sizlarni davolab qo'ydi. Yaxshimisizlar do'stlar? Men doktor Alice. Yaxshimisiz? Men Cherchi. Ular semiz chashqon bilan o'riq chashqon. Biz erkinlik izlayapmiz. Seni qishqashnoq deyishcha ashqabsizlar. Biz bir narsa yemagili. Uzun bo'ldi. Meni qo'sig'im ko'krab ketib taqqichlayman. Nas bo'z basingiz. Ma'qul qarab baqay. Sizlar yeydigan narsa bormikin?
Onun da çoxum yeydiğin nesi var. O biz yeydiğin nesi tepalisi yaxşı bo'laddi. Qo'asam yoki qarg'ay urug'i degandek. Bu çaşkanla. Sercanlık bilen gitsenler. Yemek tepede de. Kızım hiç boyunlup gidiyorsun. Nakşı hiç satsan bu. O cep basımı meyli etticime. Tezrak lan Alice. Ona hoşuna geldi. Mana? Tez bul. Mana, hasılı bir mene. Aval çaşkanı berey. Kızımlı toyğas. Kene, qara. Yaxşı narsalar var. Bu ne, deniz boydun tepi oğan. Güş. Kene, çapsa ye. Yeli. Ular az boğan okşaydı. Ben köpçülükle çarptırayım. Anladım. Ulan sen olmaz oldu. Ben deniz boyunu peşime düştüm. Nasıl uçurattım? Ulan az kaptı. Hazır Alice'dan yanına. Hep duruşup buyumla. Bulandı. Borumuz mu? Bir pakaylı. Ulan ottan geldi gibi kepsi sıkıp koyduk gel. Ay, korkmaqla. Ular dostlarımız sizlarni yo'qlab ketdi. Yok şimdi sen bildi geldin lan ama. Bu kondak meyve. Bu top. Bu top pek gerek şundak mı? Şundak, benim oyuncuğum. Sağ desem, sen de mi? Bu topta mı adam pırığı bakken? Toğra, bu topni hocayın bergen. Kandak. Bu gep sen adamga kul bakken sen de? Ben kul buluşunu halamay erkinlik için kaçıp çıktım. Qara buni putiga qolsgan. Qo'y, yiqilib ketdingmi? Ya. Sizlar matros bo'lganmi? Matros bo'lgan. Nima kulsizlar, bu rost. Dengiz qaroqchisi bo'lgansizlar? Yana kulsanglar, men kutmaychiman. Iligida kishi yo'q. Mushuk bizni tutmoqchi bo'lganda shunga paraxotdan tushib qoldi. Ay, eshikli bo'lsa chashqan usul o'ynamaydi. Kelinglar, bu yerda bir panoh joy bor. Bugun nishad yotisizlar, ichkan kishadi. Mishadimi? Kichik bo'ladi ekan. Shunisi og'zi kichikroq ekan. Sen o'rg'ariq bo'lsang bo'ladi. Men urinib baqayapti. Uyutda bu yoqqa. Men bu meşhur yotaman mı? Ha? O meşhur yotamda. Aqlliq bo'lsang mishad yotsa. Sen biz bilen bana topla koyup koy. Yok, benim muşul oyuncuğumda. Bu yakınlık nasıl olmasa? Man çerçi, bir apının uyuyu var mısın? Sonra? Hoş. Ulan geldi! Baba, biz kayıtıp geldik. Yeni dostumuzu başlayıp geldik. Bir apa, yeni dostumuzmuş şu. Yaxshimisan balam? Obdan kelibsan. Rahmet, yaxşımısınız bir apa? Sen nereden geldin? O erkinlik için hocayını taşlap geldi. Amis mishad qal. Bek yaxshi oldu. Obro'yliq arbab keldi. Bekirmalay, nerto? Yaxshimisan Alice? Yaxshimisan? Ulayga keldim ha? Ha, Chashqan. Onun ismi Semiz.
ismim Tayin, ko'pchilik o'roqshash deydi. Mening ismim XL, ko'pchilik meni sevmez deydi. Bo'ladi, Saltrab aholilar qurultiyi ochildi. Sizlar o'zinglarni tanishtiringlar. Shundaqmi? Biz baramiz, cho'qim baramiz, cho'qim. Emsa, Saltrab ko'rishaylik. Shundoq bo'lsin, Bakira. Qara, u badbastlikka odamdan qo'rqisi keladi ekan. Aqlim yetmayotidi. Ey, Bimbo, sizlar bu o'shki bilan qachon tanishdinglar? Nereden kaptı? O degan kuchuk aramız qo'shib oldi. Küçük? Bu ne bütün ormanlıktaki hayvanlarının müzakeresi koyuş gerek. Muzokirdan o'zsa andin ilk qalalaymiz. Hey! Neymiş başka yemek tayarlaysa? Yangi do'stlar keldi emasmi? Nima? Hajab uqmay qapti ben o! Kechda qurultay ochimiz. Sen uqtirish qilgin. Taqibga ish yo'q debdi men. Kechda hayvonlar qurultiyi echilib, yangi masala muzokara qiladi ekan. Kechda hayvonlar qurultiyi echilib, yangi masala muzokara qiladi ekan. Kechda hayvonlar qurultiyi echilib, yangi masala muzokara qiladi ekan. Ish chiqdi-da, odamni kitob o'qib qo'ymay. Qanday gap? Bir opa yana yemekga kelibsiz-a? Sizlar jim turinglar. Men aholi qurultiyi qatnashib kelay. Aholi qurultiy degan nima? O'rmonliqqa yangi aholi qo'shilgan ichilgan yig'in. Yaxshikan-ku, men qatnashamanmi? Ha, bugun sinov biz bilan turishtirmasdan belgilandi. Bu yerda tursam bo'lmamdi. Sen ko'pchilikka erkinlik izlab kelganligingni degin. Hey, o'roq, simiz, yig'inga boramiz. Ay, bo'ldi. Ko'zinglarni ichinglar, ha? Tamam, hemiz ben. Sen kechiksan, chapsan yig'inga boraylik. Ay, tez bo'linglar. Sizlarni boshlab boray. Qarag'ay urug'i bor desa, jahannam o tarafa bosib boradi. Oyoqlarimiz birdan yetib boramiz. Bu yerga kelganlarning hammamizni qolsa bo'lmaydi. Ammo korimiz bo'lmasa, yana bo'lmaydi. Shunga muzokara qilaylik. U uchi ana. Ko'pchilik, tinchlaninglar. Yig'in boshlandi. Avval yana kelgan 3 do'stning qanday qiladiganligini bilishimizga oson bo'lishi uchun o'zlarini tanishtirsin. Agar bizga qo'shilmoqchi bo'lsa, qonunga bo'ysunishi shart. Bizning qaror chiqarishimizga oson bo'lishi uchun ular o'zlarining ismini, nereden kelganligini desin. To'g'ri, uni deganlari tamamen to'g'ri. Turmush degan shundoq bo'ladi. Chapsan bo'lsangiz, Olasiz sizlar. Bo'la. Men XL ko'pchilik sevmez deyishdi. Men dunyoni aylanib namimni hamma yerga tartishni oldim. Shuna bilan o'roq ishkimiz parxod chiqdi. Albatta, o'g'irlikchi. O'roq bir pajani erimchik o'g'irladi. Mushuk sezib qoldi. Biz ilojsiz qochdik. Shu. Bo'g'a ishnamiz shu. Ya, xata. O yog'iga kelib qotdi. Mushukni tutib oldi. O kapitan yedigan narsani o'g'irlagan. Ras. Ya, o yalg'on aytadi. Men uni kasab bilan tutilib qoldim. O yalg'onchi, bu yalg'on aytadi. Ya, quloq. Men haqiqiy ahvolni sizlarga deb beray. Haqiqiy ahvol mana.
shu haqiqiy ahvol. Sizlar o'g'irlik qilmagan bo'lsanglar, bu oqibatga qolmaydinglar. Biroq xatoliklarni tuzishga yana fursat bor. Geçti. Sizlarning yana dengiz qaroqchisi bo'lganlar bormi? Yaxshi bilmaymiz. Demisimi o'rmonlikda o'g'ir yo'q. Ular xatoligini tuzishga ma'qul bo'lsa, men ularni ep qilishga qo'shilaman. Ular mening yonimda tursin, men ularga axloq tarbiyasi ilib boray. Kuchuk biz bilan birga tursin. Uni o'zini tunishtirsan. Sunim cherchi, uzundan beri so'g'oqda edim. Odamlar nega desa shu yo'q boribdi. Tomoqni xotirjam yemaydim. Bo'ynimda bog'lab qo'yg'ashqa bek ozodlandim. Shunga qichib chiqib, erkinlik izlash irodasi keldim. Biz bilan yashamoqchi bo'lsang, cho'qim o'rmon qonuniga bo'ysunishing kerak. To'g'ri deding. Agar qonunni xilof qilsanglar, darhol quvlab chiqaramiz. Chapsan javobga cherchi bo'ysunmanda. To'g'ri, qonunga chuqur bo'ysunaman. Qonunga bizma bo'ysunimiz. Xatoligimizni tuzishga va'da beramiz. Shunday. Ular ishga bo'ladi. Men bu kuchukka ishonaman. Ucheli siqib qolsin. To'g'ri. Do'stlar, tinchlaninglar. Meningcha bu uchining iltimosini qabul qilishga bo'ladi. Ular qilib qolsin, biroq qonunimizga bo'ysunishi shart. Yig'inimiz tugadi. Endi seni to'pingni bizning bo'ldi. Mo'dingiz qo'rqitib qilishni o'yitib qo'yamsiz? O'g'lim nima qilasa, bu yer o'g'irlik qilishni ashti yo'qkan-ku. Endi berib tomoq yeyli. Sizlar ishqillar men bilmayman. Jiringlar. Yurg'ana sana. Sizlarni ash qo'ymayman. Jiringlar. Ma'qul. Kichiklar ko'paydi. Endi yasli qursak bo'g'idek. Ular oxir qilib qoldi. Men baxsh bo'ldim. Menmi? Qara, u beksimiz cho'qib chiqamaydi. Hey! Tuta, bu og'amchiq eslib chiq. Cep egiz gel. Kira. Mana kirdim. Bu mening tajribaxonam. Nimaga tursan? Chaqsan kira. Bu yoqqa kelinglar. O'rmonlikdagi bu o'chaklardan to'g'ri yasalib bo'ladi. Bu yerda og'irib qalishdimi, qo'hmasa qo'g'idek. Menga nurg'un to'g'ri o'simliklar lozim. Sizlar yig'ishib beringlar. Bu ishni chempion chataq yo'q qila oladi. Chataq yo'q. U yog'ini totidi. Men qilib baxmagan. U qanday yig'idi? Men o'gitib qo'yaman. Endi uxlanglar. Men tezlik uyga olalayman. Men kuchlik. Ertadan boshlab mening yordamchim bo'lasizlar. Xizmatingizga tayyormiz. To'g'ri, bu yerdan qanday tushimiz, Og'amchi bo'lgandagi serilib tushmaysizlar. To'g'ri. At ko'rishaylik. Ko'rishaylik. Ejab tomada. O'xshim qo'rqamsa, bu o'rmonlikmi? Amsi kirib ketgan. Yo'q, sizlar bilan birga bo'laman. Hargiz ayrilmayman. Bo'ladi. Amsi mushar yotayli. Sen o'ttir deyap. Qandaq ahvoling bolam? Sen jiqcha patlatding. Ularni bakara ishimiz qo'g'dayli.
Sen balalar bilan uxlagin. Ko'p rahmat. Rostila erib ketgandim, biroq mas'uliyatim bek chong. Ularni o'zing yolg'iz beqishing rost oson emas. Astaroq Adinara, balalarni uyg'otib etsa. Bakira, senmi ularni deb chiqchap atatding. Yo'q, balalar yetim qoldi. Mening ularni tarbiyalash mas'uliyatim bor. To'g'ri dedim. Ular yana o'zaro yordamlashishni o'rganib olsin. Bu bek muhim. Shundaq, ular kelgusida mustaqil yashaydi. Nurg'un qiyinchilikqa duch keladi. Shunga avval boshqalarga yordamlashishni o'rganib olsin. Çoğun yani geldi olsa. Acep gözün küçük ya. Bunu sana öğrettiğimden unutup kalır mı? U ikkisiga diqqat qilaylik. Tavakkilchilik qilishni orzu qilgan chashqonlar bilan erkinlikni suyadigan kichik o'rmon qonunidan iborat bu o'tkaldan o'tgandan keyin yana qanday qiladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.